Oy xotinjon, yomon shirinsan-de. Men gapni eshitmoqchi bo'lsangiz, to shu aromatlarni o'zingizga xarid qiling. Bunaqa tana uchun sprey hamma joyda ko'rgansiz, lekin millionta tan bo'lgani sababli qaysi birini olishni bilmaysiz. Ishingizni yengillatib, men milliontasini zakaz qilib va o'zimga eng yoqqan 3 tasini qoldirdim. Bu reklama emas, bu narsani men sotmayman. Do'stona maslahat. Menga eng yoqqan hidim, buni уже 3-marta olyapman. Victoria's Secret Bombshell. Sepsiz o'zi shunaqangi nafis his qilasiz. Hidi uzoq turmaydi, lekin turmush o'rtog'ingiz oldiga kelishdan oldin sepsiz yoki o'zingiz uchun sepsiz doim kayfiyatingiz a'lo darajada yuradi. Sepganlar kommentariyani yozinglar. Ikkinchisi shunaqa shimmerlik. Pure Seductummi, uni qolmadi. Nejniy hidi, ozgina uzoqroq turadi va точно sizga va eringizga yoqadi. Hamma narsa er uchun emas degan kommentlar bo'ladi, bilaman. Bu ikkalasi просто sevaman. Midnight Bloom Shimmer. Hidi kuchliroq, ozgina uzoqroq turadi va juda yoqimli qizlar, обязательно xarid qilib ko'ringlar. Kim cherry hid yoqtirsa, xuddi shunaqa chereshnyani hidi kelib turadi, lekin rosa mazali. Menga rosa yoqdi, no erimga bu hid yoqmadi. Baribir ham sevganman. Va shunaqa mazali hid kelib turadi sizdan. Ko'rayotganingizdek, men уже ancha urintirib qo'yganman ishlatib, no rosa juda ham shirin, imni shu rangda uxlashdan oldin mamlaringizga surib, eringizni oldiga borsangiz, какая вкусная majina deydi. Akbaroxon deb obuna bo'linglar va bu videoni o'zingizga yaqin ko'rgan dugonangizga jo'natib qo'ying. Ularni ham turmush o'rtoqlari bilan munosabatlari yanada go'zallashsin shirin hidlar bilan.